Biza bu narsani tan olishimiz kerak, juda ham ishonuvchan va sodda xalqmiz, to'g'rimi? Hammamiz soddamiz. Bizda, misol uchun, zarracha ham qanaqadir o'zimizdan kimnidir ko'rsatish, bunaqa narsalar yo'q. Ya'ni o'zbek xalqida. Shuning uchun ham biz o'zbekmiz. Biza yaqinlarimiz yoki tanishlarimiz bizani qaysidir yo'lga undaydigan bo'lsa, biz o'sha narsaga ishonib ketishimiz juda ham oson. Nimadandir qaytaradigan bo'lsa, u narsaga ham ishonib ketishimiz juda ham oson. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsam aynan shu narsa haqida. Yaqinlaringiz sizga ishonmasa ham orzularingizni tashlamang. Chunki bugun sizlarga o'z hayotimdan kelib chiqib, qanaqa qilib oddiy ofitsiant bo'lib yoki mo'ykada ishlagan bola oyiga 50 ming dollar topadigan agentlik rahbariga aylangan yo'l haqida sizlarga aytib bermoqchiman. To'g'risi, o'sha 2013-14-yillarga bitta nazar soladigan bo'lsam, umuman qolganlar tugul o'zim ham ishonmayman. Shu qachondir Abror Ahmedov mana shunaqa katta agentство rahbariga aylanadi, tam misol inomarkalarda yuradi, boshqa zo'r ofisda o'tiradi, misol uchun baland zdaniylarda, O'zbekistondagi eng katta zdaniylarda desa ishonmas edim. Chunki o'sha paytda haqiqatda 2013-14-yillarda men Chilonzordagi Ilonota masjidi bor, ko'pchilik biladi, o'sha yerda Aro bo'yida mo'yka qilardim. Maktabdan, darsdan keyin o'sha yerda mashina yuvardim va hatto juda ko'p shunaqa holatlar bo'lgan, o'qituvchilar ko'rib qolishardi va darsda hamma sinfdoshlarning oldida Abror mo'yka qilayotgan ekansan, ko'rib qoldim, hammani oldida aytardi, uyalib ketardim to'g'risi. O'sha qilayotgan ishimdan-da o'sha paytlar. Lekin pul kerak bo'lgan, o'shaning uchun ishlaganman. Mayli, tirikchilikning aybi yo'q. Gap unda emas. Gap asosiysi meni o'sha paytda hech kim ishonmagan, kimdir bo'lishimga. Ya'ni qanaqadir natijaga chiqishimga. Chunki meni ko'ryapti, oddiy mo'ykachi bolaman. Undan keyin ham nima qildim? Maksimum qilgan ishim ofitsiant bo'lib ishladim. Hech kim o'sha payt meni kimdir bo'lib ketishimga, ya'ni qanaqadir natijaga chiqishimga ishonmagan. Va soha tanlayotganimda ham, misol uchun menga hamma doim ishonchsizlik bildirardi. Misol, SN sohasiga kiraman deganimda ham, SN sohasini nima qilasan? Nima soha bu? Undan ko'ra normalniy ish mana universitetga kir. Universitet kirgandan keyin bitta davlat ishiga kir misol uchun. O'sha yerda ishla, oylik olasan, shunaqa takliflar bo'lgan. Lekin men hammadagi ishlashni xohlamadim. Men robot bo'lishni xohlamadim. Men yengillik qilishni xohladim. Mana men sizlarga o'zimni qisqacha o'sha yo'limni aytib beraman. Mo'ykadan boshladim, o'sha maktab davrimda. Bundan keyin kollejga kirdim, kollejda o'qidim, вообще dizayn sohasi bo'yicha. Chunki meni uyimdagilar arxitektor bo'lishimni xohlashdi. Lekin men o'zim arxitekturaga qiziqmaganman. Arxitektura bo'yicha landshaft dizaynerligi uchun ushbu fakultetda men o'qidim 3 yil. Lekin u sohada ketmadim. Undan keyin men mana shu biznes marketing sohasida ketaman dedim va Westminsterga topshirdim. Aynan o'sha yillarda men kollejni bitirib, SN sohasini o'rganishni boshladim. Ya'ni bu sohaga o'zi qiziqish faqatdan paydo bo'ldi. Ofitsiant bo'lib ishlab yurgan paytlarimda menga juda ham qo'pol muomala qilishgan. O'sha paytlar men o'zimga va'da berdim, shu men ofisda o'tiradigan, o'zini obro'sini, hurmatini biladigan inson sifatida yaxshi joyda ishlashim kerak dedim. Men misol uchun ko'chada kimlarning iltimosini bajarib, misol uchun so'kishishda bunaqa yurishga loyiq emasman dedim. Bu meni hayotim emas dedim. O'sha payt birinchi SN sohasini o'rgandim. 17-18-yillarda va birinchi mijozimni topdim, Al-Fajr loyihasini. O'sha musulmon soatlari ko'pchilik biladi. O'sha kompaniyaga ishga kirdim noldan. O'zim o'sha proyektni tanitdim O'zbekistonga noldan boshlab. Ya'ni o'sha kompaniyada taxminan 2 yil ishladim. Undan keyin o'sha meni yana yangi ishlar qilishim kerak, qo'shimcha pul topishim kerak, to'g'ri, rivojlanishim kerak. Bitta joyda qotib qola olmayman. U kompaniyadan ketdim va boshqa kompaniyalarga o'tishni boshladim. Ya'ni ham ko'proq oylik to'laydigan joylarga o'tishni boshladim. Ishladim, yaxshi daromadlar topdim va orada menda shunaqa narsa bo'ldi, выгорание deydi rus tilida bu narsani. Hech nima deydi, qiziqishingiz so'nib ketadi. Chunki daromadingiz oshmaydi. Misol uchun men maksimum o'sha paytda topgan daromadim 3 million 4 million so'm bo'lgan. Qancha harakat qilsam ham o'xshamayapti bu narsa. O'sha payt menda ishonchsizlik bo'ldi, bo'ldi bu soha ham patolog ekan. Ofitsiantlikda ham 3 million 4 million topardim. Bu sohada ham 3 million 4 million topolmayman. Значит, men bundan ko'p topolmayman ekan. Bu meni hayotim ekan degan narsa bo'lib qoldi, ishonchsizlik. Ya'ni men qabul qildim o'zim hayotimni. Qanchadir vaqt. Lekin o'shandan keyin mana karantin kirib keldi. Karantin kirgandan keyin, ya'ni talab oshdi o'sha sohaga. SN sohasiga talab bittada oshib ketdi. Hamma ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni boshladi. Yangi bizneslar ochilyapti, bizneslarni yuritish kerak. Offline magazinlar yopiq, o'sha paytdan hamma eslaydi, to'g'rimi? Hamma Instagram orqali reklama qilishni boshladi. Va bittada menga bo'lgan talab oshib ketdi. Odamlar o'sha tanishlariga aytayapti, meni bilgan insonlar, mana SNMchi deb taklif qilishyapti. O'sha paytda o'zida 5-6 ta loyihalar oldim. Hammasini o'rtacha 600-700 ming dollar kerak bo'lsa yuritganman o'sha paytda. Va oyiga 4-5 ming dollar o'sha payt daromad qilardim. Ya'ni o'sha imенно karantin meni как prujina deymiz-ku, keyingi
qadamga, keyingi etapga o'tib yuboradigan prujina bo'lib berdi. Ya'ni o'sha sohaga talab paydo bo'lishi bo'ldi. O'sha sohaga kirdim, ko'p proyektlar oldim, mijozlar oldim, lekin juda ko'p xatolar qildim. Juda ham ko'p xatolar qildim. Chunki ushbu sohani hali men chuqur o'rganmagan edim. Ishlaganman, lekin hali chuqur emas edi. Chunki soha doim rivojlanadi. Har qanaqa soha, dizayn sohasimi, tradingmi, logistikami, SMmi, har qanaqa sohada ham odam o'z ustida ishlash kerak, rivojlanish kerak. Men ishlamagandim. Men faqat pul uchun ishlashni boshladim o'sha paytlar. Keyin tushunib yetdim, xatolar qilganimdan keyin, bir ikkita mijozlarimni yo'qotib qo'yganimdan keyin men yana o'rganishim kerak ekan dedim. Va o'zim ustimda yana ishlashni boshladim. Qo'shimcha kurslar sotib oldim, rossiyalik ekspertlarning kurslariga yozildim. Yangi yo'nalishlarni, yangi bilimlarni oldim va undan keyin yana kattaroq qilib ochilishni boshladim. Ya'ni o'zimga kompaniya qildim, agentство qildim, SM agentligimni ochdim. Hozirgi paytda Core Digital SM agentligim va 2-3 ta loyiha bilan boshlab, 1 yil ichida bir vaqtda, ya'ni bir oyda o'zida 20 ta 30 ta loyihalarni yuritishni boshladik. Shahar markazidan Yakkasaroy Rakat mahallidan uchastkalar oldik. Oyiga $3000 arenda to'lab, katta uchastkada 10 ta 15 ta insonlar bilan, jamoadoshlar bilan birgalikda loyihalarni yuritdik. O'sha payt mana daromadimiz o'sha sizlarga boya aytgandek $50,000-$60,000 daromadga kerak bo'lsa chiqdi. Ya'ni bu hammasi ketma-ketligini ko'radigan bo'lsangiz, hayotim xuddi anavi bor-ku, diagramma mana bunaqa ketadigani, kardiogramma deydi-yu, yurakni o'lchaydigan. Xuddi shunaqa narsa bo'lganda, boshida bundoq 0 da bo'lganman, keyin ko'tarildim, keyin yana tushdim, keyin yana ko'tarildim, keyin yana tushdim. Hayot polni shunaqa bo'lar ekan, bir tekisda ketmas ekan. Ya'ni bu videodan mana bugun yetib bergan narsalarni nimani biz tushunsak bo'ladi? Hayot to'g'ri, bundoq tepa pastliklar bilan ketadi, lekin asosiysi o'sha tepa pastliklar faqatgina pastga qarab ketmasin. Tepa pastlik ham tepaga qarab ketishi mumkin. Ya'ni bitta o'rtadan chiziq o'tkazadigan bo'lsangiz. Menda imенно shunaqa bo'ldi. Men o'sha qilgan xatolarim menga plyusga ishladi. Chunki o'sha xatolarni men qaytib kelajakda qilmayman. Bu narsa men uchun yangi dars bo'ldi. Tekin dars bo'ldi desam bo'ladi. O'zim ustimda ishlaganlarim, o'sha topgan pullarimni bekorchi narsalarga emas, o'zimni bilimim uchun, o'zimni ishim uchun sarmoya qilganim, bular hammasi menga plyusga ishladi. Va mana hozirgi kunga kelib, Xudoga shukr, yaxshi mana natijaga erishdim desam bo'ladi. Asosiysi o'rtoqlar, ishonchsizlik, bu narsalar bo'lishi tabiiy holat. Hammada bo'ladi. Odam o'ziga ishonmaydi. Birovlar sizga ishonmaydi. Bu narsaga e'tibor berish kerak emas. Asosiysi bu yoqda siz va siz. Faqatgina o'zingiz bilan o'zingiz kurashyapsiz. Siz o'zingiz boshqalar bilan solishtirmang. Misol uchun u mendan o'tib ketyapti, men undan qolib ketyapman. Bunaqa narsalar bo'lishi kerak emas. Siz o'zingiz oldingi holatingizga qarang. Oldin kim edingiz? Men misol shunaqa qilganman. Misol o'sha yiqilib pastga tushib ketgan holatimda ham atrofimda misol uchun zo'r inomarkada yurgan insonlar bo'lgan. Lekin men o'tmishga nazar solganman. Oldin qayerda yurardim? Arov bo'yida oddiy mo'yka qilib yurgan bola edim deganman. Lekin mana oradan 1-2 yil o'tyapti, oyiga xo'p 1,5 million so'm topayotgandirman. Lekin konditsionerli, chiroyli xonada, yorug' xonada mana bunaqa kompyuterda ish qilib o'tiribman. O'sha hayotimda qanaqadir yaxshi o'zgarish. Oldingi holatdan ancha yaxshiroq. Keyin yana 2 yil o'tdi-da, misol uchun hayotim yana kam daromad topolman desam, oldingi holatga nazar sol, abror davomman. Oldingi holatda bitta kichkinagina xonachada birovning qo'lida oddiy ishchi bo'lib ishlarding. Ya'ni unaqa ko'p daromad ham topmagansan, 1,5 million so'm topgansan davomman. Hozir bo'lsa o'zingni mana ofising, jamoang, misol uchun yaxshi mashinang bor. Ya'ni shunaqa narsa o'rtoqlar, o'zingizni boshqalar bilan emas, o'zingizni oldingi versiyangiz bilan doim taqqoslashga odatlaning. O'ylaymanki o'rtoqlar, bugungi video sizlarga tushunarli bo'ldi. O'zim hayotimdagi qisqacha momentlar bilan bo'lishim keldi va buni sizlarga foydali qilib aytib berishga harakat qildim. Bundan keyingi videolarni ham o'tkazib olmaslikka harakat qiling, chunki xudo xolasa hayotimizni birgalikda sizlar bilan YouTube orqali +80 gradusga o'zgartiramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.